Biz sizni 9. Respublika Müslüman balalar Saban to'yida ko'ruvimizga cheksiz shodmiz. Sizning yoqdingizlariz, ko'tarinki kayfingiz bizning bayramimizni tog'inda yangilantirib jibaradi. Ruhiy yoqdan komillashtirir deb ishonib qolamiz. Milliy ruhin yonarsa. Saban to'ylaritsiz bo'lamini. Oxirgi jirni kerak. Ota-bola birga kishilarga umr bo'yiga uralar. Şef aslan sevgi bulmasın. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Şakrım yoldan jirtüge bir güneşe Söz tapşırısı kiler. Rahmetiniz, hürmetli Rüstem Durganiyevich. Hayırlı gün, isanmisiz, hürmetli milletdoshlar. Albatta, mana bugün yangidir, yangi forum Saban to'y ko'ramiz. Musulmon bolalari uchun uyushtirilgan shosha Saban to'y ol bek kerak ham bek ko'rkam uyushtirilgan. Biz bek ko'p ahırga vaqtda söyleyimiz özümüzden milletimiz turunda, tilimiz turunda, dinimiz turunda, adet ve örflerimiz turunda. Elbette eğer de biz bu özümüzden milletimizge yarattığını balalarımızga koşura almasak, biz elbette bu baylıklığımızı yo'qottirga mümkün. Mana bunda bir qiziqsanib keldik. Elbette nechega uyushtirilgan bek ko'p qo'noqlar kelgan ekan. Barimizni da ko'rga bek shod. Bıyılgı yılda mana Saban to'yi bu 57 Rossiya ülkesinde hem 27 chet tilda o'tkariladi. Mana bunday formasında musulmon bolalar uchun biz mana 9 martaba o'tkariladi. Men birinchi tadbir qatnasham. Bek motor uyushgan ham bu formani men bek kerak deb sanayman. Shunga ko'ra Saban to'ylar motor o'tsin, uyushtirgan kishilarga bek zo'r rahmat. Ishlarimiz o'ng bo'lsin. Tatariston olg'a taba borsin. Rahmat sizga barazg'ida.